ko'tarmaysiz qarab so'ragan odamman aka. 10 ta xodimingiz bo'lsa, o'zingizdan ishlaysiz, demak 11 ta xodimdasiz. Qarzga nimaga berasiz bilasizmi? Chunki sota olmayapsiz. 11 ta xodimga pulni отдельно olib qo'ying bir joyga. Biznesingizdan tashqari отдельно yig'ishga odatlaning. Naqd pul bo'lsin. Chunki любой проверка kelganda do'konni yopsa, boshqa narsani yopsa, pul bo'lish kerak. Zaxira deganda biznesda bitta siz xodimsizda, siz ham. Sizga ham demak oilangizga pul berish kerak, to'g'rimi? 10 ta xodimingiz bo'lsa, o'zingizdan ishlaysiz, demak 11 ta xodimdasiz. 11 ta xodimga pulni отдельно olib qo'ying bir joyga. Eksterni sudchi odamlar uchun boqa olishingiz kerak. Bo'lmasa ketib qoladi-da ular. Shu zaxira ushlab qo'ying. Shundoq, zaxira, zapas pul. Zapas pul. Qarzga nimaga berasiz bilasizmi? Chunki sota olmayapsiz. Marketingingiz yo'q, shunga beryapsiz. To'g'rimi? Agar klientingiz ko'p bo'lsa, shuncha klientingiz bo'lsa, o'chirib turgan bo'lsa, qarz bermaysiz. Marketingingiz yo'qligi uchun qarzga beryapsiz. Marketing qilsangiz qarzga bermaysiz. Naqdga sotgingiz keladi. Ko'p shunaqa gap ko'pda o'zimizda. Qarzga bermasa, biznesingiz yurmaydi degan gaplar bor. Buni endi hammasi marketingda. Marketing bo'lmasa, qarzga berasiz, majbursiz. Yo, qaranglar, mana realni gaplashaylik. Agar qarzga beryapsiz hozir, oyiga 100 ming dollar, misol. Majbur beryapsiz. Lekin erta marketing qilsangiz, 20 ta klient tinmay telefon qilib tursa, qarzga bergisi kelmay qoladi. Keyin konkret gaplashamiz aka, to'g'risi. Javob bermaysiz aka. Realni bermaysiz. Ko'tarmaysiz qarab so'ragan odamman aka, naqdga beraverasiz. Bu fakt bu. Chunki naqdda turibdi, mana qarzga berib. Bo'ldi, qarzga beribdinga ham aytasiz, menga qara, olsang naqdga ol. Mana naqdga turibdi deysiz. Chunki qarzga berasiz, chunki klientingiz yo'q-da, marketingingiz yo'q. Labbay. Shuni qilish kerakmi, kerak emasmi? Agar riskiga chidasangiz bosing. Agar riskiga chidasangiz bosing. Masalan, men chidamayman riskiga. Lutchi naqdini beraman. Naqdi lutch nimaga? Chunki mana qarang. Hozir men uchalasidan 300 ming dollar oldim, ha? 300 ming dollar oldim. Bular aytayotdiki, menga Yo'xonbegim qo'li ustoz 10 ming dollardan qo'shib beramiz. 3 oydan keyin beraylik deyapti. Buni 300 ming dollarga qaytarib bersam, 110 ming dollardan qilib berarmish. 330 bo'larmish menga. Undan ko'ra bulardan yo'q deyman-da, bu pulni o'zim aylantirsam, 300 ming menga 500 ming bo'ladi. Yana bitta qiziq joyi o'zimda turadi. Ikkinchisi, bankrot bo'lsa, pulimni qaytarib bera oladimi, yo'qmi? Yo'q. Nima qilaman undoq? Bu pulni o'zimnikini olib oling. Bu men tovarimni puli, men umrimni tikdim bunga. Shundaga buni yarmini Xitoyga chiqarib olishim kerak. Yana men bo'ynimda qolib ketadi.